O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili, Ombudsmanning Surxondaryo viloyatidagi mintaqaviy vakili hamda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tasarrufidagi tibbiyot muassasalarining malakali mutaxassislari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tibbiy ko'rikda 57 nafar maxsus kontingentlarga yordam ko'rsatildi. Ularning 13 nafari ayol, 4 nafari voyaga yetmaganlar, 2 nafari esa chet el fuqarolaridir. Ko'rik jarayonida ular terapevt, kardiolog, dermatolog, stomatolog, oftalmolog va boshqa ixtisoslashgan shifokorlar tomonidan tekshiruvdan o'tkazildi. Shuningdek, laboratoriya tahlillari, umumiy qon, peshob, bioximik tahlillar amalga oshirildi. Zarur hollarda UZI va elektrokardiogramma kabi instrumental tekshiruvlar ham o'tkazildi. Viloyatimizdagi harakatlanish erkinligi cheklangan muassasalarga borib, joylarda monitoring tashriflari o'tkazib kelamiz. Mana shu 9-tergov hibsxonasida saqlanayotganlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti. Kasalligini aniqlash, ularni davolash choralarini ko'rish, bularning sog'ligiga e'tibor berish asosiy e'tiborimizda. Bularning ayrim huquqlari cheklangan bilan insoniy boshqa huquqlarining ham saqlanayotganligi, bularga davlatimizning e'tiborining naqadar kuchli ekanligini mana shu yerda guvohi bo'lib turibmiz. Aytish kerakki, bunday tibbiy ko'riklar orqali mahkumlarning umumiy salomatlik holati muntazam nazorat qilinadi. Aniqlangan kasalliklar bo'yicha zarur davolash choralari belgilanadi va bemorlar maxsus kuzatuvga olinadi. Tadbir doirasida ayrim mahkumlarga zarur dori-darmonlar, parhez tavsiyalari va qo'shimcha davolash kurslari belgilandi. Shuningdek, salomatligi jiddiy e'tibor talab qiluvchi mahkumlar alohida ro'yxatga olinib, ular uchun qayta tekshiruvlar belgilandi. Bunday chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar belgilangan reja asosida yil davomida bir necha marta tashkil etiladi va ushbu tizim mahkumlar salomatligini muhofaza qilishning muhim qismi hisoblanadi.